Assalomu alaykum aziz g'ijduvonliklar. Men hozir Yangi O'zbekiston massivining ikkinchi bosqich qurilish jarayonini eshitib, sotuv ofisiga tashrif buyurdim. Hozir sotuv ofisi bo'yicha sizlarni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, So'g'z aka. Yaxshimisiz? Shukrsiz. Charchamayapsizmi? Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, aka, eng qiziqtirgan savollardan samarqandliklar G'ijduvonda uy quryapti deb hamma yoqda shov-shuv, takliflar bir-biridan zo'r. Men shu takliflarga aniqlik kiritish uchun keldim. Ya'niki, qancha maydonda uy qurilyapti, qanday rejalar va xonadonlarni sifati bo'yicha ma'lumot bering va park haqida ma'lumotlar biz eshitib qoldik. Bular haqida ham sizdan so'rashga keldik. Ya'ni umumiy kompaniya avval qayerda faoliyat yuritgan, necha yillik ya'ni stajga ega va hozir bu yerda necha yil davomida uy qurishadi? Mana shularning barchasini tanishtirib bersangiz. Bo'ldi, bo'lmasam hozir hammasi haqida ma'lumot beramiz. Obunachilarimiz videoni oxirigacha ko'rsa, xudo xolasa juda ham manfaatli video bo'ladi. Xo'p, Sohib aka, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham katta massivda xonadonlar quriladi. Bu Yangi O'zbekiston massivini ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Birinchi bosqich o'zi allaqachon qurilib, o'z egalariga topshirilgan. Bu yerda maktab, bog'cha, oilaviy poliklinika o'zi ishga tushgan, bu yerda ishlashmoqda. Xo'p, domga o'tishdan oldin men domning atrofidagi qulayliklarni birma-bir tushuntirib bersam, bu yerda mana ko'rib turganingizdek Eco Park qilingan. Qariyb 3 gektarga mana shunday yashil zona bo'ladi. Ichida basseni, suzish havzasi, parklari, xullas inson yashashi uchun hamma sharoitlar yaratiladi. Undan tashqari Yangi O'zbekiston loyihasi, ya'ni massivi davlat dasturida bo'lganligi sababli bu yerda 5 qavatlik zamonaviy turar joy bo'ladi. 5 qavatlik bo'lishiga qaramasdan har birida zamonaviy liftlar va quyosh panellari bilan jihozlanadi. Undan tashqari har bir xonadon uchun ochiq balkon ajratilgan. Xonadonlar juda ham sifatli, gluxoy xona yo'q, ya'ni har bir xonasining o'zining derazasi, alohida eshiklari bo'ladi. Xonadonlarimiz xudo xolasa remont qilingan, ya'ni ta'mirlangan holatda o'z egalariga topshiriladi. Agar xohlovchilar bo'lsa, misol uchun kuzatuvchilaringiz orasida korobka holatda ham xarid qilish mumkin. Imkoniyatlar juda ham keng. Hozir batafsil bilan ham ko'rib chiqamiz har birini. Xo'p, buni kim quryapti degan savol tug'ilishi bu tabiiy. Qurilish kompaniyasi BBS Holding kompaniyasi hisoblanadi. Samarqandda juda ko'plab loyihalari mavjud. Hozir ulardan biri Samarqand shahrida ham Globot Avenue loyihasi parallel qurilish bo'lmoqda va undan oldin Garden House loyihasi ham qurilishlari birinchi, ikkinchi etaplari o'zi tugash arafasida turibdi. Bu kompaniyani yana bir nechtalab ichida tarkibida loyihalari bor. Xudo xolasa bu haqda bitta videomiz bor, maxsus tayyorlab qo'yganmiz. Keyinroq qo'yib beramiz. O'sha videoni ko'rsa ham aynan bu kompaniya haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi kuzatuvchilarimiz. Keling, hozir sizga ushbu taqdimotni tashkil qilgan BBS Holding rahbari Behzod Bahronov va loyihalari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Behzod Bahronov Urgut tumanida tug'ilganlar. Yoshligidan rasm chizishga qiziqishi juda baland bo'lgan. Ko'plab olimpiada va tadbirlarda faol qatnashib, sovrinlar va faxriy o'rinlarni qo'lga kiritgan. Shundan so'ng 7 yil davomida Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetida ta'lim olganlar. Yaqinda UNESCO va ushbu universitet seminarida Behzod Bahronov arxitektura va qurilish sohasidagi faol xizmatlari uchun taqdirlandi. Behzod Bahronov umumiy 12 yildan buyon qurilish sohasida faoliyat olib borayotgan bo'lib, hozirda Globot Avenue G'ijduvondagi Yangi O'zbekiston loyihasining ikkinchi bosqichi Garden House Movaraun Nahr maket stroy loyihalari asoschisi bo'lib, asosiy mutaxassisligi arxitektor va quruvchi hisoblanadi. Taqdimot davomida Globot Avenue loyihasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. G'ijduvondagi Yangi O'zbekiston massivi loyihasi hurmatli prezidentimiz qarori asosida boshlangan bo'lib, hozirda bu loyihaning ikkinchi bosqich qurilishini Behzod Bahronov boshchiligida BBS Holding amalga oshirmoqda. Bundan tashqari, Behzod Bahronovning Garden House loyihasidan 500 dan ortiq baxtli oila, Sanjar Shodiyev va Saida Rametova kabi mashhurlar ishonch bildirib, xonadon xarid qilishgan. Hozir loyihada 200 dan ortiq ustalar astoydil mehnat qilmoqda. Behzod Bahronovning uy-joy qurilish sohasida 2019-yildan buyon
maketlash va loyihalash bo'yicha faoliyat olib borayotgan Maket Stroy va Movarun Nahr kompaniyalari ham mavjud. Maket Stroy korxonasi shu paytgacha ko'plab loyihalar maketlarini qilib bergan. Bular orasida TXT Group, Yuksalish Group, Smart City, Avenue Plaza, Garden House va G'ijduvondagi yangi O'zbekiston loyihasi maketlarini ham Maket Stroy jamoasi qilishgan. Movarun Nahr loyihalash firmasida shu paytgacha 500 dan ortiq davlat va xususiy loyihalar amalga oshirilgan. Bu barcha loyihalar Behzod Bahronovning BBS Holding kompaniyasiga tegishli va bu holding yanada kengayishda davom etmoqda. Behzod Bahronov haqida yanada ko'proq bilishni istasangiz, Chokki TV va Rasul Kushurbayev bilan bo'lgan podkast intervyularni ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. Hozir siz bilan Behzod Bahronov qisqacha ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Mana shunaqa. Xo'p, davom etamizmi? Maketlarni ham bitta ko'rib tanishtirib bersam sizga, obunachilaringizga ham juda qulay bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 20 tadan ziyod dom quriladi. Umumiy hisobda bir xonali, ikki xonalik uylarimiz, 3 xonaligini ham olsa bo'ladi. Agar ko'pchilik aytishi mumkin, menga kattaroq kerak, misol uchun 4 xonali yoki 5 xonali xohlayman desa, ularga ham imkoniyatlar bor. Misol uchun ikkita kvartirani bitta qilib sotib olsa, juda ham kattagina kengishroq kvartira bo'ladi. Kvadrat metrlar har xili bor, maydasidan to kattasigacha. Eng asosiysi, Sohib aka, bu yerda halol narsa evaziga hech qanday foizlarsiz pulini bo'lib to'lab borsa bo'ladi. Shunaqa yo'llari ham bor. Bor. Ko'pchilik o'ylaydi, anaqa muddatli to'lov uy olganda kafil kerak bo'ladi, rasmiy ish daromad kerak bo'ladi so'rashadi. Bu yerda unaqa narsalar kerak emas. Bir dona pasport evaziga istalgan xonadonni shartnoma qilish mumkin. Shunday. 60 oy davomida pulini to'lab boraveradi. Hech qayerdan spravka, ya'ni ish haqi, kafillar degan narsa so'ralmaydi. Demak, bu kompaniyani ochilish marosimi bo'ldimi, bo'lmadimi yo'q? Qanday hozir rejalar turibdi oldinda? Xudo xolasa, biza 12-dekabr kuni yanada to'liqroq ma'lumot berish uchun onlayn taqdimot qilamiz. Bu qurilish haqida hamma ma'lumotlar o'sha onlayn taqdimotda aytiladi, ya'ni quruvchini o'zi shaxsan Behzod aka Bahronov o'zlari o'sha onlayn taqdimotda yana bir bor tushuntirib beradi. Qulayliklari, afzalliklari barchasi haqida. Va 13-dekabr kuni ochilish marosimi, katta ochilish marosimi bo'ladi. O'sha O'zbekistondagi mashhur bir nechta san'atkorlarimiz kelib, bu yerga xolasa konsert tashkillashtirganmiz. G'ijduvonliklar kelsa ham konsertdan bahramand bo'lib, loyiha haqida yana ma'lumotlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, tanishib chiqsa bo'ladi. Agar siz bu videoni tadbirdan keyin, ochilishdan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, sotuv ofisi allaqachon ochilgan, ish faoliyatida uy xarid qilish uchun bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Agar 13-dan oldin kelayotgan bo'lsangiz, konsertga albatta keling. Yana ma'lumot o'rnida biz telefon raqam qoldirib qo'yamiz, Sohib aka. Bemalol telefon qilib, batafsil yanada individual o'zingiz uchun xonadon haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Lekin eng asosiysi 12-dekabr kuni bo'layotgan taqdimotda qatnashsangiz, juda ham ko'plab sovg'alar ham tayyorlab qo'yganmiz. Kuzatuvchilarimizga ham, xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan barcha mijozlarimizga ham katta-katta sovg'alar bor. O'zingiz ham mana bir ikkita reklamada aytib o'tdingiz, bu yerda bitta yangi Damas avtomobili qo'yilgan. Undan tashqari xaridorlar o'rtasida yana bitta uyni tekinga mutlaqo yutib olish imkoniyati ham bo'ladi. Shunday, undan tashqari uy olishni istaganlar uchun 100 dan ortiq xonadonlar uchun aksiyalar bo'lishi aytildi, ya'ni sovg'alar, chegirmalar bo'ladi va uy olmaydiganlar uchun ham maxsus maishiy texnikalar ham sovg'a qo'yilgan. Shunchaki efirda ishtirok etib, savol-javobda ishtirok etib, sovg'a yutib olishingiz mumkin. Efir bo'ladigan kanalimizni ham kommentariyaga xudo xolasa manzilni tashlab qo'yamiz. Telegram kanallarga qo'shilib olsa, 12-dekabr soat 20:00 da efirimiz boshlanadi. Aynan quruvchini o'zi o'sha efirda sizlarga yanada batafsil ma'lumot beradi. Suhrov aka, yangi O'zbekiston massivining ikkinchi bosqichi bo'yicha qanday takliflar bor bilasiz? G'ijduvonda juda ham ko'p tadbirkorlar bor va har xil kasb egalari bor hamda ijarada yashaydigan, sharoiti yaxshi bo'lmagan oilalar ham bor. Shuning uchun hammasiga alohida takliflar bilan yondashsangiz. Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Aynan shuning uchun ham biz 4-5 xil ko'rinishda taklif tayyorlab qo'yganmiz. Bu takliflarimiz deyarli hammaga to'g'ri keladi.
Masalan, boshlang'ich to'lov qilmoqchi bo'lganlarga umuman alohida chegirmalar bo'lyapti. Boshlang'ich to'lovsiz ham xonadon xarid chegirma narxida xonadon xarid qilish imkoniyatlari bo'lyapti. Undan tashqari biz va'da qilganmiz shifokorlar, harbiylar, o'qituvchilarga ham alohida chegirmalar tayyorlab qo'yganmiz. Demak, 100% to'lov qiladigan tadbirkorlar bor bizada. O'shalar uchun qanday takliflar bor? Hozirdan 100% to'lov qilaman deganlarga har bir metr kvadratidan 2,5 million so'mdan chegirma qilingan. Demak, har bir metr kvadrat necha pul bo'lsa, o'shandan 2,5 million so'm kam summa bilan hisoblab uy sotiladi ularga. 2,5 million so'mdan har bir kvadratidan chegirma bo'ladi va ichidagi o'sha barcha mebel texnikalari kompaniya hisobidan bonusga beriladi. Demak, 100% to'lov qilganlar 50% uchun ham bu amal qiladimi? 50% to'lov qilganlar uchun ham xonadonlar ta'mirlangan holatda va ichida maishiy texnikalar ham qo'yib beriladi. Ajoyib. Demak, endi kasblarga o'tsak, mana bizning g'ijdonimizda shifokorlar, ichki ishlar xodimlari, undan tashqari harbiylar, mana shu o'qituvchilar, har xil kasb egalari bor-da, davlat xodimlari bor, ya'ni davlat xodimlari uchun ham alohida taklif bormi? Albatta bor. Rahbariyat buning uchun alohida maxsus chegirmalar o'ylab qo'ygan, tayyorlab qo'ygan. Shu kasb egalari o'zlari kelsa, agar ofislarimizga tashrif buyurib, tanishib chiqsa loyiha bilan, ularga mana shu aksiya narxidan yanada alohida aksiya, ya'ni chegirma qilib beriladi. Bu narsa va'da qilingan. O'sha kvadrat metrdan maxsus yana chegirmasi bor. Buni kelganda yana bir batafsil o'zlari ma'lumotga ega bo'lishadi, xohlasa. Xo'p, G'ijdonda endi menimcha hamma joyda bor, sharoiti og'ir, kasalmandi bor yoki bir o'sha nima deydi endi? Qozoqcha tushuntirganda aborotida puli bo'lmaydigan odamlar bor. Ya'ni ular uy olishni juda ham xohlaydi, o'zi ijarada yashaydi, lekin uy olishga boshlang'ich to'lovi 50 million, 40 million so'm puli bo'lmaydigan odamlar bor. Ular uchun qanday takliflar bor? Ularcha ajoyib taklif qilingan, bir so'm boshlang'ich to'lovsiz, umuman boshlang'ich to'lovsiz, faqatgina oylik to'lovni shartnoma qilib, qolgan pulini misol uchun mana 60 oyga bo'lib to'lab borish sharti bilan xonadon xarid qilsa bo'ladi. Demak, bitta pasport bilan kelib, boshlang'ich to'lov to'lamasdan uy egasi bo'lishlaringiz mumkin. Faqat bitta narsani aytish kerak, mana shu yerda ko'pchilik noto'g'ri tushunib qolyapti. Boshlang'ich to'lov yo'q deganda bir so'msiz uy olamiz degan tushuncha paydo bo'lyapti. Faqat oylik to'lov, masalan, eng kichkina uyni hisobladi, oyiga misol uchun 3 million tushyaptimi, 4 million tushyaptimi, necha puldan tushsa, o'sha pul bilan shartnoma qilib ketish mumkin. Har oy o'sha pulni to'lab boradi. Bu pul ustiga hech qanday pul qo'shilmaydi, foiz qo'shilmaydi, o'zini tan narxini bo'lib to'lab boradi. 60 oy davomida demak to'lab boradi. Suhrob aka, asosan bizni hozir aytganimdek ijarada yuradiganlar, sharoiti og'irlar ko'proq kuzatadi, ya'niki ular doim qulay, yaxshi takliflarni izlaydi-da. Hozir mana ular uchun qulaylik aytdingiz, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga deb. Mana shu narsani hozir eng kichik kvadrat bilan hisoblab bersak bitta. Bo'ldi, Sohib aka, hozir mana 32 kvadratlikni bitta tushuntirib beraman. Juda ham ixcham planirovka qilingan. Mana bu yerda hammaga tushunarli bo'lishi uchun plandan ko'rsatib beraman. Mana bu asosiy kirish eshigi, podyezddan kiraverish eshik qo'yiladi bu yerda mana. Kirganda mana shunday hol, prixoja, bu yerda sanuzel joylashgan. Demak, mana bu tomonda yotoqxonasi bo'ladi va bu yerda balkoni ham bo'lyapti. Aytib o'tganimdek, har bir xonadonda bittadan balkon ajratilgan. Va bu yerda oshxonasi. Buni bemalol studiya qilib foydalansa ham bo'ladi. Sal kattaroq mana bemalol mana bu yerda oshxona mebel o'rnatiladi va bu yerda mebellarni o'rnatib olsa bo'ladi. Bu yerda ham deraza bor, asosiysi glukhoy yo'q. Mana shu 32 kvadratlik, buni hozir bitta suv kitobini chiqarib ko'ramiz. Hech qanday boshlang'ich to'lovsiz, faqat oylik shartnomasi bilan necha puldan tushadi bu. Xo'p, uyda umumiy narxi 224 million 350 ming so'm bo'lyapti. Buni 60 oyga oylik to'lovi 3 million 739 ming 166 so'mdan tushadi. Bu boshlang'ich to'lovsiz. Boshlang'ich to'lovsiz. Mana shunga keladi pasport bilan 3 million 739 ming to'laydi va mana shu xonadonni shartnoma qilib olib ketaveradi. Endi agar mabodo boshlang'ich to'lov qilsa, masalan 50 million 60 million. Boshlang'ich to'lov qilsa ham hozir men undan hisoblab beraman. Bu hozir ko'rganimiz ta'mirlangan holatda topshiriladigan uy. Buni agar ta'mirsiz olaman desa, masalan, korobka holatda, buni narxi mana sal arzonroq chiqadi o'zi. 201 million 915 ming so'm uyda umumiy narxi bo'lyapti. Oylik to'lovi esa 3 million 365 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar 60 million boshlang'ich to'lov qilsa, har bir kvadratidan 1 million 600 ming so'm chegirma bo'ladi. Umumiy chegirma 51 million 280 ming so'm foyda qilib qoladi mijoz shu yerdan. 60 million boshlang'ich to'lov qilsa-da. Oylik to'lov o'zi bu yerda 1 million 884 ming 646 so'mdan tushadi. Agar 100% to'lov qilsa qanday bo'ladi?
Agar 100% to'lov qilsa sohib aka, kvadrat metrdan 2,5 million so'm chegirma bo'lyapti. Shunda uyimizning umumiy narxi 144 million 225 ming so'm bo'ladi. Mijoz esa 80 million 125 ming so'm foyda qilib qoladi. 100% to'lov qilganda shunda uy ta'mirlangan holda bo'ladimi? Ta'mirlangan jihozlar bilan birga topshiriladi. Oshxona, yotoqxona jihozlari bo'ladi. Ikkita konditsioner qo'shib beriladi. 100% to'lov qiladi. Uy jihozlari ta'mirlangan, uy jihozlari ham bor, yana 80 million foyda qiladi. Shunday. Uy shunda 144 million so'mga o'sha inson uy ta'mirlangan xonadon, oshxona, yotoqxona mebellari bilan birga hammasini 144 million oladi. Xuddi shunday. Vobshe zo'r ekan endi. Aka, ana endi zo'r bo'ldi, ya'niki 144 million so'm 100% to'lov qilib, ham ta'mirlangan xonadon, ham oshxona mebel texnikalari, yotoqxona mebel texnikalari bilan birga tayyor xonadon egasi bo'lish, bu menimcha zo'r. Xo'sh, aziz obunachilar, demak kimdirni boshlang'ich to'lov uchun puli yo'q yoki oylik to'lov uchun puli yo'q, lekin uyida Gentrasimi, Cobalt'imi bor. O'sha odam shunday avtomobilni olib kelib, aka sizlarga topshirsa, uni qabul qilib o'rniga uy berasizlarmi? Albatta, boshlash evaziga bemalol xonadon xarid qilsa bo'ladi. Undan tashqari o'sha mashinasini bozor narxidan sal qimmatroqqa ham hisoblab olinyapti. Demak, uylaringizda Matizmi, Damazmi bo'lsa ham farqi yo'q, olib kelasizlar, hisoblab oladilar va o'shani mana shu uyni hisobidan minus qiladilar. Shunaqa taklif ham bor ekan, ya'ni bozorga chiqib o'tirmaysizlar. Shunday, faqat bu taklif Gem va inomarka mashinalariga amal qiladi. Mana obunachilar, yetarlicha ma'lumotlarni sizlar uchun so'rab berdim. Agar yana tushunmagan bo'lsangiz, barchangizni sotuv ofisiga tashrif buyurishingizni taklif qilamiz. Ya'ni sotuv ofisidan menejerlar sizlarga yetarlicha ma'lumot beradilar. Agar masofalarimiz uzoq bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilib, yetarlicha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, 12-dekabr kuni Suhrob aka aytganlari bo'yicha, ya'ni onlayn taqdimot bo'ladi. Onlayn taqdimotda ham sizlar istagan savollaringizni berib, javob olishlaringiz mumkin. Undan tashqari maishiy texnikalarni ham yutib olishlaringiz mumkin va 13-dekabr kuni katta gala konsertga, tekin gala konsertga barchalaringizni taklif qilamiz. Mashhur xonandalar, san'atkorlar ishtirokida zo'r konsert hamda u yerda ham maishiy texnikalar o'ynaladi. Uy olish shart emas, eslatib o'taman. Xo'p, undan tashqari endi Suhrob aka, sizga ham katta rahmat ma'lumotlar uchun va hozirgi aytib o'tirilgan chegirmalarning barchasi bor yo'g'i 200 ta xonadonga amal qilar ekan. Demak, ulgurib qoling. Yana bitta narsani aytib o'taylik, Sohib aka. Bu aksiyada ishtirok etib, birinchi kelgan 20 ta mijoz, shartnoma qilgan mijozlarga birdaniga sovg'asiga bittadan televizor beriladi. Zo'r. Zo'rmi? 12-dekabrni o'tkazib yubormanglar. Albatta onlayn taqdimot tomosha qilinglar. Juda ham katta ma'lumotga ega bo'lasizlar va sizlar hammalaringizni 13-dekabr kuni shu yerda gala konsertda kutib qolamiz. Sohib aka o'zlari ham shu yerda bo'ladi. Xudo xolasa.